بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم أهل إيمان أهل إسلام أزلر الله سبحانه وتعالى حمد سنالر رحمة للعالمين سيد المرسلين حبيبimiz sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taborak va taolo barchalarimizni mana bu Sayyidul Ayyom, Hajjul Masokin kunlarida qilayotgan ibodatlarimizni, toatlarimizni o'zini dargohida husn va maqbul aylasin. Agar Davron aka shu ventilyatorni o'chirib qo'ysa bo'ladimi? Sal nima bo'lyapti-da, qattiq tegayapti. Bu yoqdan o'chiradigan joy bo'lsa o'chirib qo'yaylik. Alloh taolo o'tgan juma bilan bu jumaning o'rtasida qilgan xatolarimizni, kamchiliklarimizni, gunohlarimizni Xudoy taolo afvu mag'firat aylasin. Alloh taolo bu majlisimizni, jamlanishimizni Xudoy taolo barchalarimizga manfaatga to'la bo'lishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Robbimizni huzuriga borganimizda Xudoy taolo barchalarimizni yuzlarimiz munavvar, xursand turishligimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Har kunimiz avvalgisidan yaxshiroq, xayrliroq bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Chunki Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam ko'rsatmalari shu bo'lganki, mu'min odamni kechagi kunidan buguni afzalroq bo'lish kerak. Kechagi kunimizdan ko'ra bugunimizda biz Xudoning huzurida martabada, maqomda, taqvoda balandroq bo'lishimiz kerak va bu faqat ulamolarimiz aytadilarki, ilm bilan bo'ladi. Namoz bilan bunga erisha olmaymiz. Chunki 2 rakat o'qigandan keyin 4 rakat, 6 rakat, 8 rakat qaygadir borgandan keyin biz to'xtab qolamiz. Lekin ilm yo Qur'on yodlashlikda inshaalloh biz mana shunday maqom topishligimiz mumkin. Alloh taolo mana shu ilmda har kuni bittadan hadismi, har kuni bittadan oyatni o'rganishlikni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Mana shu juma namozidan chiqayotganimizda martabamizga, maqomimizga, yaxshiligimizga yaxshilik qo'shilishligini Hazrati Parvardigor jalla va alo o'zi nasib qilsin. Dinimizda inson naslini mukarram bo'lishligi, bu Alloh taoloning mahluqotlari ichidagi eng azizi va ehtiromga munosibi deb Alloh taolo e'lon qilgan banda mahluqlaridan biri bu inson. Eng Alloh taolo va laqad karramna bani adam deb inson farzandini Xudoy taolo biz mukarram qildik deb Alloh taolo e'lon qildi. Inson mukarram ekan, uning yoshi ham, qarisi ham, ayoli ham, erkagi ham, boyi ham, kambag'ali ham Alloh subhanahu va taoloning huzurida hamma barobar. Shu ovozi chiqdimi go'dakni, shu ovozi chiqqan go'dak bilan bir yoshi bir joyga borgan odamni Alloh taoloning huzurida ikkalasi ham barobar. Shu ovozi chiqqanni o'ldirgan odam yo masalan onani qornida 5 oy bo'lgan bolani o'ldirgan odam shu katta bir qo'lida ish keladigan odamni o'ldirgan bilan gunohi ikkalasiniki barobar. Alloh taolo shularni barobar qildi, qadr qiymatda ham barobar qildi. Hatto ba'zi ulamolarimiz aytishganki, shu tug'ilib ovozi chiqsa, albatta unga ism qo'yish kerak. Tug'ilib ovozi chiqsa, ismini qo'yib, chiroyli qilib ko'miladiki, bu endi insonlarning safiga qo'shildi deydilar. Shu ma'noda aytadilarki, o'tgan ota-onalarimizni, o'tgan jaddodlarimizni, boboy buvilarimizni yaxshilik bilan eslaymiz. Ularni bizlarga qilgan yaxshiliklarini eslaymiz. Bu albatta eslashligida bizda yaxshilik bor. Oq yuvib, oq taraganlarini xotirlab haqlariga duoi xayrlar qilamiz va mana shularni haqlariga duo qilishligimizda o'tgan suhbatlarimizda azizlar ko'p aytganmiz.
burchimiz ham, vazifamiz ham ularga duo qilish. Ba'zilardan eshitamizda bu kosonni e'tiqodi boshqachadir deydi-da. Kosonliklarning e'tiqodi, ixlosi, muhabbati boshqacha deydi. Yo'q, biz hammamiz bir xil odammiz. Hammamiz bani odamning farzandlarimiz. Biz e'tiqodda yo ba'zi bir Xudoga taqvo qilishlikda bizda ba'zi bir jihatlar ajrab turgan bo'lsa, bunda albatta bizdan taqaddam o'tgan kishilarning xizmatlari bor. Yo ular bizga duo qilishgan, yo tarbiyada alohida bir qaysidir jihatlarga e'tibor berganliklari inshaalloh bizga foyda bo'lyapti. Shuning uchun ham biz ularning haqlariga duo qilib turishligimiz lozim. Xotira, ya'ni xotira sabab o'tmishdan xulosa chiqarish kerak odam. Mana kattalarimiz qaysi jihatda xato qilishgan, qaysi jihatlarga e'tibor berib, ular mana shu jihatdan bir zafarga erishgan, shularni ko'rishimiz kerak. Xato kamchiliklarimizni ko'rib, kelajakda qo'yadigan qadamimizni inshaalloh mana shuni orqasidan belgilaymiz. Mana hayotda ko'ramizki, azizlar, zakot berishdan qochgan odamlar kelajakda nima bo'lganini albatta ko'rdik. Hatto jamiyatga ham juda katta zararlari yetganini ko'rdik. Mana shu ham inshaalloh bizga bir eslab turib, shundan xulosa chiqarishlik siz bilan bizning vazifamiz. Va Alloh subhanahu va taolo o'tganlarimizni haqlariga duo qilishlikni Alloh taolo bizlarga ta'lim berdi. Shulardan a'udhu billahi minash shaytonir rojim vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu robbana innaka raufur rahim. Ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar. Bu Alloh taoloning sunnati. Kimdir avval dunyoga keladi, kimdir keyin dunyoga keladi. Bir odam Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning oldilariga kelib, qanday muborak ko'zlar, Rasulullohni ko'rgan ko'zlar, qanday muborak qo'llar, Rasulullohning qo'llarini ushlagan qo'llar deb juda bir nima qilayotganda, u kishiga shu maddohlik qilayotganda, "Voy kishi, bu gapingdan qayt, bu gapni aytma. Biz qancha kishilarni ko'rganmiz, Rasulullohni ko'rib, u zot alayhissalomga iymon keltirib, oxirida baxtsizlarni, badbaxtlarni safiga qo'shilgan odamlarni ko'rganmiz. Bu gapni aytmagin. Balkim bu Xudo taoloning senga bergan iymoni bilan Xudo taologa hamd aytgin, shukrona qilgin." Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qancha ko'zlar ko'rib, u kishiga iymon keltirmasdan badbaxtlarni safiga qo'shilganlarini biz ko'rganmiz deb Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday u kishiga tanbeh bergan ekanlar. Alloh taolo aytayaptiki, ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar aytishadiki, ya'ni shunday duo qiladilarki, ey Parvardigoro, o'zing bizlarni va bizdan ilgari iymon bilan o'tganlarni mag'firat qilgin va qalblarimizda iymon keltirgan zotlarga nisbatan gina paydo qilmagin. Mana Alloh o'rgatyaptiki, bizlarni va bizdan oldin o'tganlarni mag'firat qilgin deb duo qilinglar deyapti-da endi. Bizni ham kechirgin, bizdan oldingilarni ham kechirgin. Biz birovni haqqiga duo qilishimiz bilan farishta bizni haqqimizga duo qiladi-da. Parvardigor, qo'shnim qarzdor bo'lib qoldi, qo'shnimni qarziga najot bergin desak, bizni haqqimizga farishta duo qilar ekan-da. Parvardigor bunga undan ham ko'prog'ini bergin deb farishta bizni haqqimizga duo qilar ekan. Va qalblarimizda iymon keltirgan zotlarga nisbatan gina paydo qilib qo'ymagan. Bu ham mana shu shaytoniy amallardan ekanki, bizdan oldin o'tganlarga nisbatan, ular endi bilmaganda, ular gumroh bo'lgan deb turib har xil gaplarni aytishlikdan Parvardigor bizlarni saqlagin. Ey Robbimiz, albatta sen mehribon va rahimli zotsan. Ushbu oyat vafot etgan kishilarning orqalaridan xayrli duolar bilan eslash, yaxshi amallardan ekanligiga inshaalloh dalolat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi sharifda bu buyruq bo'lyapti-da, Rasululloh alayhissalom tomonlaridan buyruq bo'lyaptiki, uzkuru mahasina mautakum va kuffu an masawihim. Bu dunyodan o'tganlarning yaxshi sifatlarini eslanglar. Falonchi kishi mana odatlari bor deb turib, yaxshi sifatlarini eslanglar. Mana shu eslashimizda o'tgan odamga inshaalloh manfaat bor ekan. Va ularning yomon sifatlarini eslashdan saqlaninglar. Falonchi alkash edi,
palonchi oting qurg'ur, hech aroqdan to'xtamasdi deb turib, o'shini aytishdan saqlaninglar deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizlarga buyuryaptilar. Shuningdek, o'tganlarimizning qabrlarini ziyorat qilib, haqlariga duo qilishimiz lozim. Zero shariatimiz ko'rsatmalariga ko'ra qabrlarni ziyorat qilish sunnat amallardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilgan ekanlarki, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazurul qubura fa innaha tuzahhidu fid dunya va tudhakkiru al-akhirah. Sizlarni qabrlarni ziyoratidan qaytargan edim. Ya'ni avvaliy islomda odamlarni ko'rdilarki, odamlar qabrlarga borib qabrlardan yordam so'rashayotganini, qabrlarga borib dodvoy qilishayotganini, hozir ham ba'zan ko'rib qolasizda, qabristonga borib, "Ey, siz dunyoda ko'radigan narsalaringizni ko'rmay ketdingiz. Meni kimlarga tashab ketdingiz? Eng Allohga yoqmaydigan gapni mana kimlarga tashab ketdingiz? Hassani atrofingda hech kim bo'lmaganda ham Alloh sana rizqingni beruvdi-ku. Mani kimlarga tashab ketdingiz? Ayni Xudoy taologa gunohkor bo'ladigan gaplarni gapirishda, shu johiliyat davrida shunaqa gaplar rosa rivojlanib ketgan ekan. Suyangan tog'im edingiz, bir balo bog'im edingiz, bu bizni suyanadiganimiz faqat Alloh bo'lish kerak. Biz bandasiga suyansak yiqilamiz albatta. Biz Allohga suyansakgina yutamizda, bandasiga suyanib bo'lmaydi. O ishongan bog'im edingiz, suyangan tog'im edingiz deyishi bilan odam qancha gunohlarga botib qoladi. Alloh o'zi saqlasin. Payg'ambar alayhissalom ko'rdilarki, odamlar shu qabrdan yordam so'rashyapti, qabrlarga sig'inishyapti, qabrlarning ustiga borib dodvoy qilayotganlarini ko'rib, Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam avvaliy islomda odamlarni shulardan qaytardilar. Ko'rdilarki, odamlarning qalblarida Allohga suyanish paydo bo'ldi. Odamlarning iymonlari mustahkam bo'ldi. So'rashsa Allohdan so'rashadigan bo'ldi. Haqiqiy ularda qalblarida fitrat paydo bo'lgandan keyin Rasulimiz alayhissalom aytgan ekanlarki, endi qabrlarni ziyorat qilaveringlar. Tarbiyani olib bo'lishdida, tarbiyani go'zal bo'lgandan keyin qabrlarni ziyorat qilaveringlar. Zero qabr ziyorat qilishlik sizlarni dunyoda zohid qiladi. Ya'ni dunyodan behojat bo'lasiz. Dunyo vaqtinchalik narsaligini qabristonga borsangiz bilasizda. Qabristonga borib demak fikr qilish kerakki, ertaga men ham kelaman. Esimdan chiqmasin deb turib bir odam eslaydigan bo'ladi va oxiratni eslatadi. Qabristonga borgan odam albat oxiratni eslaydi ekanda. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizlarni mana shu qabrlarni ziyorat qilishlikka buyurdilarki, bizga ikkita foydasi bor ekan. Birinchisi, dunyodan behojat qilarkan, bir siqilib turibsiz, kimdir bizni aldab ketdi. Qabristonga borgandan keyin baribir tashab ketaman-ku deb, sal odam o'zi qalbida bir xotirjamlik paydo bo'ladi. Mana shu hadisi sharifdan ma'lum bo'ladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nafaqat izn berdilar, balki bu ishlarga buyurdilarki, targ'ib qildilarki, qabr ziyorati oxiratni eslatib, dunyoga hirs qo'yishdan saqlaydi. Inson ziyoratga borib, o'zini o'nglaydi, dunyoning bir o'tkinchi ekanligini eslaydi. Odamzoddan o'zi qilgan yaxshiliklar qolishini anglaydi. To'plagan moli dunyolar insonlarga vafo qilmasligi, bu dunyodan ulardan biror narsa olib keta olmasligi, faqatgina insonning xayrli amallari qolishi ziyorat asnosida uning ko'nglidan o'tadi. Qabrlarni ziyorat qilish, o'limni eslash, dunyo muhabbatini ketkizish, manmanlik va maqtanish g'ururlanishni tark etishiga insonga inshaalloh yordam berar ekan. Muhtaram azizlar, tirik kishilar o'tganlarni, yaqinlarni haqlariga duoi xayrlar qilishlari, ularni haqlariga talabiy mag'firat qilishlari va Alloh taolodan ularning holatlarini yengillashtirishini so'rashlari zarur. Ahvol qanday bo'lyapti Alloh biladi. Hatto payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarki, dunyodagi kishilar bilganda edi, kam kulib ko'p yig'ilgan bo'lishar edi dedilar. Agar uyimizda boqayotgan qo'ylarimiz shu ahvolni, qabrdagi ahvollarni bilishganda edi, qo'ylar semirmagan bo'lardi ekan. Qo'ylar bir nimasiga tanasiga go'sht ham yo'q ham olmay qo'yar ekanda, shu darajada ahvol og'ir. Alloh hammamizni
mana shu qabrdagi holatimizni Xudoy taolo o'zi oson qilsin. Duo va istig'for vafot etganlarning ahvolini yaxshilashga inshaalloh yordam beradi. Alloh taoloning rahmati bilan ularga foyda beradi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis-i sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, mayyit qabrda g'arq bo'layotgan kishi kabidir. Qabrda cho'kib ketayotgan odamga o'xshaydi deyaptilar payg'ambar alayhissalom. Otasi, onasi, do'sti unga yetadigan duoni kutib turar ekan. Mana Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam mana Imom Bayhaqiydan rivoyat qilingan hadisda aytayaptilarki, otasi, onasi yoki do'stidan unga yetadigan duoni qabrda yotgan odam kutib turar ekanda. Biz duoyimizni kechiktirmaylik azizlar. Duoyimizni esdan chiqarmaylik. Alloh taolo tog'day duolarni qabr ahliga yetkazadi. Tiriklarni o'liklarga hadiyasi ular haqqiga istig'for aytish dedilar. Ularni biz istig'for bilan ularni haqlariga duoda esimizdan chiqarib qo'ymaylik. Mana bu o'rinda o'tirishimizda bizdan ilgari o'tgan bobolarimizning hissalari bor. Shu masjidga kelib o'tiribmizmi? Ularning nima hissalari bo'lishi mumkin? Mana Xudoy taolo Qur'oni Karimda va kana abuhuma soliha dedi. Shu ikkita bolani, ikkita yetimni ota-onalari solih bo'lganliklari uchun Xudoy taolo ularni molini Alloh saqlab beryapti. Bizni ham ota-buvalarimiz duo qilishgan, Parvardigor bizni avlodlarimizni solih qilgin, namozxon qilgin, ro'zador qilgin, masjidga chiqadigan qilgin deb duo qilishgan. Shuning uchun biz masjidga kelib o'tiribmiz. Albatta biz ularning haqlariga duo qilishimiz kerak. Va la tansawul fadla baynakum. Alloh taolo o'rtangizdagi yaxshilikni unutib qo'ymang deydi. Katta yaxshilikda bir otaxon bolalarini to'plab aytgan ekanlarki, bolalarim, men sizlarni tug'ilishingizdan oldin men sizlarga yaxshilik qilganman degan ekanlar. Farzandlari aytibdiki, doda, biz tug'ilganimizdan keyin bizni halol bilan katta qildingiz, halol bilan kiyintirdingiz, yaxshi ta'lim berdingiz, yaxshi tarbiya berdingiz, gap yo'q, buni bilamiz. Tug'ilishimizdan oldin nima yaxshilik qilgansiz deganda, u otalari aytgan ekanlarki, bolam, senlarga soliha yaxshi ona tanlaganman. Mana shu yaxshi soliha ona tanlashimni o'zi senlarga katta yaxshilik degan ekanlarda. Ko'chada bir go'zallik ko'rib qolib, ishtoni yo'qni ko'rib qolib, uni orqasidan yugurib, ertaga avlodim nima bo'ladi deb turib, o'shini nima qilmaganda, solihasini topib, Xudodan qo'rqadiganini topib, yolg'on gapirmaydiganini topib, tanlab o'shanga uylanishlari ota-onalari, onalarni, otalarini bolalariga qiladigan birinchi eng katta yaxshiliklari shuda. Alloh shuni aytayapti. O'rtangizdagi yaxshiliklarni unutib qo'ymanglar. Demak, bizlarga eng katta yaxshilik qilganlar bizlar ota-onalarimiz. Bizlarga eng katta yaxshilik qilganlar ota-buvalarimiz. Alloh saqlasin. Bir odam valadi zino bo'lsa, u hech narsa qila olmaydi-ki. Uni orqaga qaytarish iloji yo'q. Sizning naslingiz pokizami, nasabingiz pokizami, hali bizda aytiladiki, polagi toza deyiladi. Polagiga agar zino aralashmagan bo'lsa, uni polagi toza deyiladi. Shu palagiz tozami? Bu juda katta narsa o'zi. Albatta biz ota-buvalarimizni haqlariga duo qilishimiz kerak. Parvardigor bizni o'ylab turib, shuncha nasabini o'ylab turib, shunday taqvo qilganlari uchun ularni rahmatingga olgin deb duo qilishimiz kerak. Xudoy taolo shu yaxshiliklari esingizdan chiqarmang. Xotira, eslash o'sha ajdodlarimizni, ya'ni qilgan ishlarida davom ettirish. Tahajjud o'qigan ular. Biz ham tahajjud o'qiylik. Shabi payshanba degan narsa bo'lgan. Payshanba kechasi shabi juma deb turib, yo shabi payshanba deb turib, shu hammalari o'tirib nevaralarini, o'g'illarini chaqirib, qani bolam, Qur'on o'qib beringchi. Shu Qur'oniy dars shu. Qani bolam, g'uslda nechta farzi bor? Navaytuni aytib, xo'p bilgancha talab ilm qilishganda, shularni ishlarini davom ettirishimiz inshaalloh mana shu xotira. Shularni qilgan yaxshiliklarni davom ettirish mana shu xotira. Ba'zilar aytishadiki, mana shu gaplarning oralarida otasi o'tgan, onasi o'tganlarga aytishadiki, ota-onangni chirog'ini o'chirma deyshadi. U aytgani svetni o'chirma degani emas.
Ba'zilar o'chirog'ini o'chirma deyapti deb turib, svet hech o'chmaydi, hali opa qo'yayotgan uyda. Bir yil o'chirmaydi-da, baraka topgur. Bu qancha masalan zarar, o'zingga ham zarar, davlatga ham zararda. Ba'zilar sham yoqib qo'yadi. Qabristonga borib sham yoqadiganlar bor ekan. Ota-onangni chirog'ini o'chirma dedilar palonchi, men endi o'chirmashim. Unaqa emas. Bu ota-onangni chirog'ini o'chirma degani shunday ishlar qilganki, shunday ishlar sendan ularga borib tursinki, ajrlar, hasanotlar borib tursin. Mana qabrda nima nur bo'ladi? Qabrda yagona nur bo'ladigan narsa solih amal. Bu payg'ambar alayhissalom subhanallohi tamlaul mizan deganlari ba'zi ulamolar aytgan ekanlarki, subhanallohdan chiqadigan nur tarozini shu nuri bilan to'ldirib olaman. Bitta lampochka, bitta xonani yoritgandaqa. U chirog'i o'chmasin degani shu san subhanalloh degin, alhamdulillah degin, istig'for aytgin ularning haqlariga, shu bilan ularning chiroqlari o'chmaydi. Ularni yaxshiliklari bilan, ya'ni ularning yaqinlari bilan yaxshilikda aloqa bog'lab turgin. Onangiz o'tdi. Onangizni o'rnini bosadigan xolalaringiz bor. Sizni yomon ko'rsa ham o'sha xolangiz borib o'shalarni ziyorat qilsangiz, inshaalloh onangizni ziyorat qilganning savobini olasiz. Amakilaringiz bor. Amakilaringizni borib ziyorat qilishingiz bilan otangizni ziyorat qilganning duosini, ya'ni ajrini olasiz. Mana shularga yaxshilik qilib tursangiz, ular aytadiki, bitta aytadigan gapida borib, masalan, xolangizga borsangiz yig'lab turib aytadiki, "Ha, bolama, onangni Xudo rahmat qilsin" deydi-da. Telefon qilib, "Xola, men Said Ahmadman" desangiz, onangni Xudo rahmat qilsin, meni yo'qlabsan deb ba'zilar ko'chaga zor bo'lib qoladi-da. Kim meni ziyorat qilarkin deb turib zor bo'lib o'tiradi-da. Hech kim kelmaydi. Shunda bitta ziyorat uni shunaqa dilini ko'taradiki, shu bilan inshaalloh siz ularni shu ota-onangizni chirog'ini yoqqan bo'lasiz. U ma'nosi u emaski, ularga bir svet yoqib qo'yib yoki sham yoqib qo'yish, bu bilan ularni chiroqlari yonmaydi. Bir ish qilyapsiz. Shu esingizdan chiqmasin, zinhor esingizdan chiqmasinki, shu ishingiz bilan yo ota-onangizga rahmat olib beryapsiz, yo ularga la'nat olib beryapsiz. Yaxshi ish bo'lsa otangga rahmat deydi. Yomon ish bo'ladigan bo'lsa, albatta hushyor bo'laylikki, padaringga la'nat degan gap bo'lib qoladi-da. Alloh saqlasin. Shunga biz juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Biz ota-onamizga yaxshilik qilish, bobolarimizga masalan, albatta biz ota-onamizga yaxshilik qiladigan bo'lsak agar bolamizdan qaytadi. Ota-onamizni haqqiga duo qilsak, bolamiz bizning haqqimizga duo qiladi. Ota-onamizga bugun shashlik olib bersak, ertaga bolamiz bizga shashlik olib beradi. Biz hech narsa olib bermasdan bolamizdan shashlik kutishimiz bu hech narsa dehqonchilik ekmasdan hosil kutishga o'xshaydi. Biz ota-onamizga qilaylik. Kim xizmat qilsa, uni bolasi keyin xizmat qiladi. Yaxshilik yo'q bo'lib ketmaydi. Yaxshilik qilavering, doimo inshaalloh sizga yaxshilik qaytadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam doimo yaxshilik qilardilar. Doimo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llaridan kelgancha yaxshilik qilardilar. U zot alayhisalomni jonlariga qasd qilganlarni ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kechirib yuborishardi. Ketaveringlar sizlar ozodsizlar deb Rasulullohni jonlariga qasd qilgan, Rasulullohning eng ashaddiy dushmanlari payg'ambar alayhisalomga uzr xohlik qilib kelganlarida ketaveringlar, sizlar ozodsizlar dedilar. Payg'ambar alayhisalom Makka ko'chalarida ketarkanlar bir onaxon yuklarini ko'tarolmay turgan ekanlar. Onaxon yukingizni bering, men olib borib beraman dedilar. Yukni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'tarib ketyaptilar. Og'ir yuk. Muborak terlari oqyapti. Bolam, senga bir nasihat qilaman deganlarida onaxon, men payg'ambar bo'lsam, menga nasihatning keragi yo'q demadilar-da. Mayli onaxon gapiring deganlarida bu Makkada Muhammad degan bir yolg'onchi chiqibdi. Rasulullohni tanimaydi u ayol. Shuni ko'rsang unga ishonmagin. Uni gaplariga agitatsiya edi, chisti agitatsiya edi. Abu Lahab nimaga Alloh unga la'nat aytdi? Agitatorlari birinchi o'rinda turganda, Rasulullohga qarshi agitatsiya qilganlari shu ta'sirida, bu ayolga ham shu ta'sir bo'lib qolgan. Muhammadni ko'rsang undan qochgin, u sehrlab qo'yadi, seni aldaydi, u yolg'onchi, u kazzob deb turib payg'ambar alayhisalom
o'sha onaxonni manziliga yetib borgunlaricha Rasulullohni o'zlarini yomonlab bordi. Payg'ambar alayhissalom yukka qo'yar ekanlar, bizga masalan birov bizni yomonlasa, shu yuki bilan boshiga uramizda, nima deyapsan, kampirvachcha deb. Indamadilarda, borguncha indamay, oxiri Rasululloh yukka qo'ydilarda, onaxon sizga bir gapim bor. Ha, nima gapingiz bor bolam deganlarida, o'sha Muhammad men bo'lsam nima qilgan bo'lardingiz? Bolam, agar sen Muhammad bo'lsang, senga iymon keltiraman degan ekanlar. Muhammad men onaxon deganlarida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, seni ko'zing yolg'onchiga o'xshamaydi. Seni qilig'laring haqiqiy payg'ambarning qilig'ini ko'ryapman senda deb turib, onaxon Rasulullohning go'zal xulqlaridan iymonga keldilar. Alloh taolo siz bilan bizga ham shu yaxshilikni nasib qilsin. Rasulullohga o'xshagan siz bilan bizdan ham yaxshilik, doim shu yaxshilik nuri bizdan chiqib turishligini Hazrati Parvardigor jalla va ala o'zi nasib qilsin. Ya'ni ulamolarimiz aytadilarki, yaxshilikni kechiktirmang. Ertaga yaxshilik qilaman, indinga yaxshilik qilaman, masjidga ertaga ehson qilaman, indinga qilaman demaylik. Hozir qiling. Mana hozir o'rtacha bir kishi, endi hamma ham qilmas balkim. Lekin o'rtacha masalan abedga chiqsak 30 ming, 40 mingga abed qilamiz. O'rtacha. Bir kunga 2000 so'm yoki bir kunimizga 3000 so'm Xudoning yo'lida. İnşallah jannatdagi ziyofatimiz bu. Jannatdagi maishatimiz bu. 2000 so'm yo 3000 so'm bitta qutishiga har kun masjidini rivoji uchun deb turib tashab yuraylik. Bir haftaga 2000 dan tashlasak 14 ming bo'ladi. 3000 dan tashlasak 21 ming bo'ladi. Shunday sanamimizni o'rab turib tashab qo'yaylik. Lekin biz juda katta narsani olamiz bu bilan. Mana qancha kishilar o'tib ketdilar. Milliardlari bor. Bir so'm masjidga bera olmay o'tib ketganlar bor. Lekin biz qilib olaylik shu. Arzimagan bilan inshaalloh biz jannatni sotib olishimiz mumkin. Alloh taolo hammamizga Robbimiz, Parvardigorimiz o'zi himmat bersin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan aytadilarki, Rasulullohdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Hammamiz bilamiz. Abu Hurayra u kishining kunyalari. Abu Hurayrani ulamolarimiz aytadilarki, 5 yil yoki 6 yil Rasulullohning atrofida oldilarida yurgan ekanlar. 5 yil 6 yil. Lekin shu 5 yil 6 yil birga bo'lishsa ham payg'ambar alayhissalomga doim mushtoq bo'lgan ekanlar. Rasululloh bomdodga chiqsalar, birinchi meni ko'rsinlar deb turib, kechasi bilan Rasulullohning eshiklarini oldilarida o'tirar ekanda. Ishqni qarang. Muhabbat qarang. Rasululloh birinchi ko'zlari menga tushsin deb shunday o'tirar ekanlar. Shunaqa muxlis bo'lishgan ekan. Alloh taolo shu ixloslariga, muhabbatlariga yarasha Alloh taolo u kishiga shunchalik bir mukofotni berdiki, payg'ambar alayhissalomdan eng ko'p hadis rivoyat qilishlik baxti shu kishiga nasib qildi. Agar biz farzandlarimiz qancha ahli ilm va ahli fazl bilan birga bo'ladigan bo'lsak, bizni ilmimiz ko'payadi, bizni fazilatimiz ko'payadi, bizni taqvoimiz kuchayadi. Mana Abu Hurayra bizga inshaalloh bunda namuna bo'ldilar. Abu Hurayrani avvali ismlari, ya'ni islomda musulmon bo'lishlaridan ilgarigi ismlari Abdushams bo'lgan ekan. Abdushams ibn Sahr bo'lgan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu kishiga keyin seni bugundan isming Abdurrahmon degan ekanlar. Abdurrahmon bu kishining asl ismlari. Lekin Abu Hurayra bu mana shu kunyalari bo'lgan ekanki, bu kishi rivoyat qilgan hadislar alhamdulillah bizgacha mana shu qancha bizni muzlab turgan qalblarimizni eritadi-da. Bu kishi rivoyat qilgan hadislardan birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Shart qilib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. Shart, kim Allohga iymoni bo'lsa, kim qaysi odam Allohga va oxiratiga iymoni bo'lsa, ya'ni musulmon bo'lsa deganida bu. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu deb vallohu alam 80 martadan bir 85 tani o'rtasida
Xudoy taolo ya ayyuhallazina amanu deb bizga xitob qilgan. Bu agar iymoningiz haqiqiy bo'lsa degan ekanlarda. Ey iymon keltirgan zotlarni, mana shuni tafsirida ulamolarimiz aytgan ekanlarki, agar iymoningiz haqiqiy bo'lsa, bu ishni qiling yoki qilmang deb turib, masalan Xudoy taolo ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. O iymon keltirgan zotlar, sizlarni iymoningiz haqiqiy bo'lsa, Xudoga ishonishingiz haqiqiy bo'lsa, o'zingizni va bola chaqalaringizni yonilg'isi tosh va odamlardan bo'lgan jahannam o'tidan saqlanglar deb Xudoy taolo buyuryapti. Yo namoz o'qinglar yoki zakot beringlar. Shu xuddi shunga o'xshagan. Xuddi shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, kimni Alloh va oxiratidan umidi bo'lsa, u odam qo'shnisiga ozor bermasin deyaptilar. Qarang, Allohdan umidi bo'lsa, oxiratdan umidi bo'lsa, qo'shnisiga ozor bermasin deyaptilar. Va qaysi bir kishi Allohga va oxiratiga iymon keltirgan bo'lsa, mehmoni bo'lsa ulug'lasin. Mehmonini ikrom qilsin. Va qaysi bir odam Alloh taologa va oxiratga iymoni bo'lsa, yaxshi gapni gapirsin. Gapiradigan gapi xayr bo'lsin. Gapiradigan gapi yaxshilik bo'lsin. Bo'lmasam gapirmasin. Saudiyadan shu Chimyonga bir otaxon dam olgani kelibdilar. Bahavoda, ajoyibda. Saudiyada ko'rmaysiz bu ariqlarda suv oqishini, soylarda suv oqishi ancha bahavoda. Chimyonga dam olgani kelganlar. Saudiyadan odam kelibdi. Biz juda hammamiz mehmon do'stku. Saudiyadan mehmon kelibdi. Darrov ali dumbayog'iga palovni qilgan palovxon to'rani zo'r qilib pishirib, shu ustiga chesnoklarni qo'yib chaqirgan. Hali oshegani chiqsa, bittasi prezidentdan faqat gapirar ekan, bittasi Rossiyani gapirar ekan, bittasi Hindistonni gapirar ekan, shu bittasi hali ekonomikani, bittasini keyin ertasiga yana osh qilib chaqirishsa, hali saudiyalik chiqmaydi ekan. Nimaga chiqmayapsiz desa, bittasi podsho ekan ularni. Bittasi bosh vazir ekan. Bittasi harbiy qo'mondon ekan. Men unaqa odamlar bilan o'tira olmayman degan ekanda. Hamma o'zini gapini gapirish kerak-da. Bizga foydali gap bo'lsin, gapiradigan bo'lsa. Hozir ham shunda majlislar. O'tirsak hech narsaga foydasi yo'q gaplarni, foydali gaplarni gapiraylik. Mana payg'ambar alayhisalom yaxshi gapni gapirdikin deyaptilar. Ha, noto'g'ri ish bo'layotgan bo'lsa duo qiling. Ha? Sizga yoqmaydigan Rossiya bizga nima kerak bor? Rossiya bilan Ukrainaning jangini 1 soat gapiramiz. Nima foydasi bor bizga? Ha, undan ko'ra biz o'zimizga foydali bir gap, ketmonni foydasini gapiraylik. Masalan, ketmonni o'rnini bosadigan bir narsa chiqdi, shuni gapiraylik misol qilib. Ha, lekin foydasi yo'q gapirmanglar deb payg'ambar alayhisalom buyuryaptilar. Hadis, ya'ni payg'ambar alayhisalom aytayaptilarki, bu hadisda qo'shnisiga ozor bermasin bilan boshlanyapti-da. Kim Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga ozor bermasin. Atrofimizdagi kishilar bilan muomalada ham bizning iymonimizga ta'siri bor ekan. Iymonimizga bevosita ta'siri bor atrofimizdagi odamlar bilan gaplashishimiz. Ha? Muomalalarimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, demak iymonimizga foyda. Muomala yomon bo'lsa, iymonimizga nuqson bo'lib qolar ekan. Jabroil alayhissalom har safar payg'ambarimiz alayhissalomni oldilariga kelganlarida gapiradigan gaplaridan bittasi, "Ya Rasululloh, qo'shningizga yaxshilik qiling" derkanlar. Payg'ambar alayhissalomga shu ko'p targ'ib qilganlaridan payg'ambar alayhissalom shu gumonga borib qolgan ekanlarki, qo'shnilarim ertaga merosda ham haqdor bo'lib qolarmikin deb payg'ambar alayhissalom shu darajada gumonga borgan ekanlarda, merosga ham haqdor bo'lib qolarmikin deb. Jabroil alayhissalom bu gapni o'zlaricha aytmaganlar. Bironta gap Rasululloh bir o'zlaricha aytgan yo Jabroil alayhissalom o'zlaricha bironta gap aytmaganlarda, buni Alloh taolo Habibimga borib shu gapni xabarini yetkazing deb Alloh taolo buyurgan. Jabroil alayhissalom shuning uchun bu gapni gapirganlar. Va yana Hazratimiz sallallohu alayhi va sallam yana aytgan ekanlarki, "Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu." 3 marta takror qilgan ekanlarda, Allohga qasam,
u odam iymoni mukammal bo'lmaydi. Allohga qasam, u odam hali iymon keltirmabdi. 3 marta qasam ichib aytgan ekanlarki, ya'ni tafsirida ulamolar komil mo'min bo'la olmaydi degan ekanlarda. Alloh saqlasin, iymonsiz bo'ladi deganlarida biz ko'pchiligimiz mana shu iymon ne'matidan mahrum bo'lib qolardik. Nima uchun? Chunki biz ko'pchiligimiz mana shu qo'shnilarimizga ozor berishlik bizda ko'payib ketgan. Kim bo'lib qopti u deb turib shu darajada kim bo'lib qopti emas, u bizning qo'shnimiz. Imom Azamning bir alkash qo'shnilari bo'lgan ekan. Har kuni aroqni ichib kelib, shu uyda dod deb endi Ali Ravliga chiqib olib, bizni g'izoya qilishdi deb ashula aytar ekan. Ba'zan ertalabgacha ashula aytib keyin uxlab qolar ekanda. Demak, u Imom Azamning uyqulari buziladi-da. Shunaqa endi dod deb ashulalarni aytib ertalabgacha chiqsa, 1-2 kun ashula aytmay qo'yibdi. Imom Azam rahmatullohi alayhi surishtirsalar, qamalib qolgan ekan u yigit. Qamoqqa borib endi Imom Azam obro'lari, e'tiborlari baland, hali yigitni borib endi bizni qo'shnimiz xato qilibdi, kechiringlar deb turib, olib kelyapti, otlariga mindirib kelyapti, o'g'lim sizni zoya qilib qo'ydikda biz degan ekanlar. Shu qilgan go'zal muomalalaridan hali yigit ta'sirlanib, juda qattiq zo'r dinga kirib taqvodor bo'lib ketgan ekanda. Bizni ham mana shu qo'shnimizga yaxshi muomalada bo'lishligimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Arzimagan dunyo matohi uchun yillar davomida qo'shnisi bilan arozlab 100% aloqani uzganlar bor. Alloh saqlasin. Vallohi la yu'minu. U iymon keltirmabdi, iymoni mukammal bo'lmabdi deganlarida qila man ya Rasululloh. Ey Allohning rasuli kim deb so'rashgan ekanda. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, o'zidan yomonligidan qo'shnisi omon bo'lmasa, o'zidan ham bir yaxshiligi yo'q unga, yomonligidan ham unga yaxshiligi yo'q, ya'ni qo'shniga ozor beradi, yomonlik qiladi, shu odamning iymoni nuqsonli degan ekanlarda. Qo'shnimizga zararimiz yetyaptimi? Qo'shningiz sizdan bezormi? Qo'rqingki, sizning iymoningizda nuqson bor. Sizning iymoningizda kamchiligingiz bor. Iymoningiz mukammal emas. Savol: qo'shnini xotirjamligi qay darajada bo'lish kerak? Darajasi bormi uni? Necha foiz bo'lish kerak? Qancha bo'lish kerak deganda aytgan ekanlarki, sizning qo'shningiz bor. O'rtada oldin qo'shnilar bilan eshikcha bo'lgan-a? Hozir ham bormi? Bor hozir bitta yarimta uyda eski uylarda qolgan bo'lsa bunkini, hozir shunaqa 2 metr, 2,5 metr devorni qilib yuborgan, shu basharasini ham ko'rmaydi-da. Yo'q, shu o'rtada bir eshikcha bor-u deyaptilar. Qo'shni uzoq safarga ketdi. Endi Xudo saqlasin, bir bolasi bemor bo'lib qoldi, Toshkentga olib ketib qoldi, misol qilib. Zaruratan ketsa, ancha-muncha narsa xayoliga kelmaydi. Shu uzoq safarga Hindistongami bir joyga ketdi. Lekin siz tomondagi eshik ochiq qoldi. Ochiq qoldi, hech narsa demay u licheniyaga ketib qoldi, eshik ochiq. Uydagi hamma narsasi shunday qolib ketdi. Qo'yi bor, tovug'i bor, va hokazo nimalari bor. U qo'shni endi shularga qarab turibdi. Qo'shni aytsaki, alhamdulillah, qo'shnim tomondagi eshigim ochiq, uyimga qarab turadi desa. Bu qo'shni ham chiqib mollariga qarayapti, qo'ylarga qarayapti, uyni toza saqlayapti, o'zini hovlisiga qanday qaragan bo'lsa, qo'shnisinikiga shunday qarayapti-da, qo'shnim qarab turadi deb qo'shni safardagi qo'shni xotirjam safarda yurgan bo'lsa, mana shu qo'shnining xotirjamligi shu darajada bo'lish kerak degan ekanlar ulamolarimiz. Bizda shu darajadami? Kechaginda bir qo'shni kelibdilar, endi kimligini aytmaymiz, unda g'iybat bo'lmaydi. Ba'zan kimligini aytmasak ham razborga kelyapti, sen meni aytgansan deb. Va sizni aytmadik, baraka topkur desak ham bilib qolyapti-da. U endi sen aytasan deyapti-da. Shu qo'shninikiga chiqib tillalarni hammasini o'g'irlab chiqibdi-da. Yaxshi deydi, endi qo'lga tushib qolgan u. Yaxshi deydi, palosi tagida dollarni bekitgan ekan, uni topa olmabdi. Palosi tagiga endi borganda palosni ham qarash kerak ekan. Xudo saqlasin. Sizni biz ham inshaalloh qo'shnimizga mana shunday muomalada bo'la olsak, iymonimiz mukammal bo'lar ekanda. Iymonimizni mukammal qiladigan narsa qo'shnimizda mana shunday yaxshi muomalada bo'laylik.
Bo'lmasam mu'mini komil bo'la olmaymiz ekan. Alloh saqlasin. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, kim Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonni ikrom qilsin. Mehmonini ulug'lasin. Mehmonni ikrom qilish, mehmonni ulug'lash bu bo'ynimizdagi vojib ishlardan ekanlarki, chunki agar iymoni bo'lsa, shuni qilsin deyaptilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bir joydan biznikiga mehmon kelsa, o'shini ulug'lab, uni ikrom qilishligimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bizlarga bir tavsiyalari, bizlarga ko'rsatmalari shu bo'lyaptiki, ana shu mehmonni ham bir chiroyli ikrom qilib, unga bir yaxshi taomlarni berishligimiz inshaalloh bizning vazifamiz ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldilariga bir mehmon keldilar. Rasulullohni o'sha mehmonni oldiga qo'yishga hech narsalari yo'q ekan. Boshqa onamizning uylariga odam jo'natdilarki, uyda biron narsa bo'lsa beringlar deganda, boshqa uydagi onalarimiz ham aytdi, Rasulullohga borib ayting, uyimizda suvdan boshqa narsa yo'q dedilar. Azizlar, biz Xudoga shukr qilaylik. Uyimizda suvdan boshqa hech narsa yo'q dedilar. Payg'ambar alayhisalom mehmonni oldilarida masjidga olib chiqib, Rasulullohni mehmonini ikrom qiladigan odam bormi desalar, hamma jim ekan. Rasulullohni biz o'ylaylik, agar bizga Rasulullohning mehmonlari kelsa, hozir Saudiyadan, Madinadan, Makkadan bir odam kelsa, qanday biz ularni ikrom qilamiz? Rasulullohni o'zlarini shaxsiy mehmonlariga taom berishga sahobalarda hech narsa topilmayapti. Hammalari jim. Oxir bir sahoba turdilarda, "Ya Rasululloh, men mehmon qilay." Xuftonni o'qidilarda uyga olib ketdilar. Uyda bitta idishda, shu chinida atala bor ekan, boshqa hech narsa yo'q ekan. O'sha bitta narsa, bolalari bor, o'zlari bor, ayollarga aytibdilarki, bir hiyla qilaylik bo'lmasa, nima hiyla qilamiz? Shu biz xuddi ovqat yeb turganda, svetni shamni o'chirib qo'yamizda, ovqatlanganda bo'lib turamiz, shu mehmonning qorni to'yib qolsin, Rasulullohning mehmonlari. Biz mabodo uyimizda shu bitta idishda atalamiz bo'lsa-yu, ko'chadan bir mehmon olib kelsak nima qilamiz? Mehmoning bilan juvormay bo'lib ketdi deb turib, shu kaltayni yeb chiqib ketamizda. Lekin bu sahobiy onalarimiz ham iymonlari shu darajada bo'lganki, mehmon kelgan shu tadbirni qilishdi. Qo'qilib ketganda shu sham o'chib qoldi. Sham o'chib qolgandan keyin nimani taomni olib kelishdi. Mehmon to'yib ovqatlanadilar. To'yib ovqatlanganlaridan keyin ertalab namozga ikkalalari chiqishganda Payg'ambar alayhisalom yig'lagan holatda, "Do'stim, ey sahobam, u mehmonga qanday muomala qildingiz?" deganda sahoba qo'rqib ketgan ekanlar. "Men noto'g'ri muomala qilib qo'ydimmikin? Yo mehmon hasrat qildilarmikin, svet yo'q ekan uni uyida" deb turib, "Ya Rasululloh, nima bo'ldi?" deganlarida aytgan ekanlarki, "Sizlarni qilgan ishingizni Alloh maqtadi bu kechasi." Alloh taolo o'zi Qur'onda o'zlari muhtoj bo'lib turib birovlarga beradi deb turib sizlarni maqtadi. "Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kim o'zini ehtiyoji bo'lib turib, kim o'zi muhtoj bo'lib turib birovga beradigan bo'lsa, shularni najot topishi haqida Alloh taolo sizlar haqingizda oyat nozil qildi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali sahoba ikromdan xursand bo'lgan ekanlar. Alloh taborak va taolo sizni biz ham azizlar mu'minni, ya'ni mehmonimizni ikrom qilishlikka Alloh bizlarga tavfiq bersin. Qo'shnilarimizga yaxshi muomalada, yaxshi munosabatda bo'lishligimizni Robbimiz Parvardigorimiz o'zi nasib qilsin. Mabodo qo'shnilarimiz bilan arazlashib qolgan bo'lsak, azizlar, shularning ko'nglidan topib, u baribir qo'shnida Payg'ambar alayhisolamning vasiyatlari, Payg'ambar alayhisolamning buyruqlari, ular bilan muomalada go'zal bo'lishligimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Azizlar, 42-maktab o'quvchilari 97-yil yigitlar masjidimizga 1 million so'm ehson qilishibdi. O'tgan ota-onalarining haqlariga duo so'rab, ishlariga rivoj so'rab, o'tgan ota-onalarining haqlariga, onalarining sog'liklarini so'rab, safarga chiqish oldidan duo so'rab, ishlariga rivoj so'rab, safardagi farzandlarining haqlariga, imtihonga kiradigan nabiralarining haqlariga duo so'rab, nafaqalaridan masjidimizning rivoji uchun, o'tgan ota-onalarining haqlariga, o'tgan akalarining haqlariga, o'tgan otalarining haqlariga, o'tgan bobolarining haqlariga, safardagi otalarining haqlariga duo so'rab masjidimizga ehson qilgan ekanlar. Yana bir aziz, bir muxlis masjidimizga muxlis bo'lgan akalarimizdan birlari duo so'rabdilarki, o'g'illari
shu qamalib qopti, shu o'g'limni haqqiga duo qilsanglar, ertaroq bir Xudo najot bersin. Nabiralari bemor ekan, nabiralarini haqlariga duo so'rabdilar. Alloh taolo jamoatimizdan barcha duo so'raganlarni Xudoy taolo duolarini o'ylaganlardan ziyodasini bersin. Masjidimizni tozalashga kelgan mahalla ayollarimiz, mahalladan chiqqan qizlarimizga Xudoy taolo shu birinchilardan bo'lib jannatga kirishlarini Alloh nasib qilsin. Alloh taoloning baytini qanday ular tozalagan bo'lsa, Alloh ularning qalblarini tozalab qo'ysin. Alloh taolo ularni gunohlardan tozalab qo'ysin. Xudoy taborak va taolo barchalarimizni qalblarimizda o'ylab yurgan shar'iy maqsudlarimizni hosil qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin. Pok va Parvardigoro bizlarni xatolarimizni, kamchiliklarimizni, gunohlarimizni afvu va mag'firat aylagin. Parvardigoro, senga ehtiyojimiz bor. Faqat sendan so'raymiz, Parvardigoro, bizlarning mushkullarimizni oson qilgin. Parvardigoro, hojatlarimizni ravo aylagin. Dehqonlarimizni ziroatlariga o'zing barakot bergin. Yerlarimizni ser hosil qilgin. Parvardigoro, yerlarimizni serob qilgin. Parvardigoro, safardagi barcha musofirlarimizni safarlarini bexatar qilgin. Parvardigor, imtihonga tayyorlanayotgan imtihondagilarni barchalarini imtihonlarini o'zing oson qilgin. Bemorlarimizga o'zing shifo bergin. Va sallallohu va sallama ala rasulihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.